Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yili 1-oyning 26 kuni chorshanba. Bugun men butunlay iqtisod haqida, ya'ni pul muomala bozori haqida, pay cheki va shifrli pul haqida so'zlayman. Xabaringlarda bo'lganidek, bultur ko'z paslidan boshlangan Amerikaning pul muomala sohasidagi pul muomala bozoridagi yoki bunday aytgan vaqtda, umuman aytgan vaqtda dunyoning pul muomala sohasidagi bozoridagi so'rinchilik hozirga qadar davomlashib, bu so'rinchilik hozir muzlashga qarab o'tdi. Ya'ni shu yaqindan buyon, yaqinqi bir ikki haftadan buyon Amerikaningki pul muomala bozorida umumyuzlik bir chekinish bo'ldi. Ya'ni bu yerda pul muomala bozori deganimizda bu kishilar aslida anglab ko'rgan pul muomala bozori, kapital bozori, pay cheki bozori degandek shunday hukmlar bor. Bu hukmlarningki nimaligi, farqi, o'xshashligi, o'xshamaydigan taraflar haqida men mavi yozayotgan, nashrga berish oldida turgan pul muomalaga mablag' silish degan kitobimda to'xtaldim. Ammo pul muomala bozori, kapital bozori va pay cheki bozoridan iborat shu bozorlarni o'z ichiga oladi. Jumladan yana shifrli pul bozorini ham, tashqi perevod bozorini ham o'z ichiga oladi pul muomala bozori. Demak, bu pul muomala bozorininki qaynishi, ya'ni qizg'in bo'lishi nimaga bog'liq bo'ladi deganda, to'xtamay iqtisodiy faoliyatlarning ilm berim faoliyatlarininki bo'lib turishi, uning xajlangan pulning ko'p bo'lishi bilan ifodalanadi. Ya'ni bizda Uyg'ur ot so'zida bir gap bor. Xaridoring bo'lmasa, zibolig'ing na'ati va deb. Unda bo'lsa bu navbatdagi pul muomala bozoridagi bu chekinishni qaysi sabablar keltirib chiqadi deydigan gap. Aldı bilan tomirni tutish orqali birisining yuragining ostida ojiz, zaif so'qiyotganligi yoki sovuqdan yoki issiqdan og'riganligini bilgil bo'lganligidek, aldı bilan bizning qaraydiganimiz pul muomala bozoriga bu chekinishga qarab deydiganimiz kishilar pul muomala bozoridan chiqib ketibdi. Ya'ni mablag'i chiqib ketgandan keyin, ya'ni sata bo'lib ketgandan keyin bu ya'ni pay cheklarga har xil pul muomala bozorida nurg'unlagan mahsulotlar bor. Nurg'unlagan nimalar bor? Nurg'unlagan pul muomala tovarlar bor deb qo'yilib. Nurg'unlagan pul muomala tovarlar yoki mahsulotlar bor. Bu mahsulotlarni haqlar setayotgandan keyin har xil sabablardan setayotdi haqlar. Buning sabablarini hozir tushuntirma. Ya'ni talab tuvallab ketgandan keyin supply, ya'ni ta'minlash ishib ketgandan keyin buning bahsi tushadigan gap. Bozorda ikki kuch bor. Shunaqa ta'minlash va talabdan iborat. Bu ikkisi bahoni belgilaydi. Har qanday tovarning yoki mulozimatning bahorini belgilaydi. Masalan, mulozimatning bahosini belgilaydi deganimizda, agar bir mahallada sotrashlar jiqib ketsa, ular xaridor tortish uchun bahosini tushiradi. Shunga o'xshash bu yerda ta'minlash jiqib ketgan vaqtda talab turaliq bo'lgan ahvolda bahoning tushishini keltirib chiqaradi degan gap. Shunga o'xshash bu pul muomala bozoridami pul muomala tovarlariga nisbatan talab chekingan vaqtda, talab ozib ketgan vaqtda bu bahoninki tuvallashini keltirib chiqadi degan gap. Ammo biz bu xil chekinishninki sabablarini yana tahlil qilishimiz kerak. Qanday sabablar bunga ta'sir ko'rsatadi hozir? Oldi bilan yer shari xarakterli sahiya krizisi, ya'ni Omikron, bu COVID-19 degan, COVID-19 degan bu kasallikning har xil variantlari butun dunyoning iqtisodiga ta'sir ko'rsatadi. Jumladan Amerikaga ham yaqindan buyon Omikronninki ta'siridan yuqumlangan, o'lib ketayotgan odamlar jiq emas, ammo yuqumlangan odamlar jiq bo'lib, Amerikaning iqtisodiga yaqinqi oylarda, yaqinqi haftalarda jiq ta'sir ko'rsatdi. Bu yerda pul muomala bozoriga nisbatan bu xil ta'sirning bo'lishi qanday deganda, ya'ni Omikron degan kasallikni ta'sir qilishi bilan ba'zi odamlar ishdan qoldi, o'zi tabiiy holda yoki og'riq sababidan qolib qoldi degan gap. Bundaq bo'lgan vaqtda odamlar o'zining qilishga tegishli ishlarini qilmasa, iqtisod yuksalmaydi-ku. Ya'ni bir oshxona ochadigan odam oshxonani ochmasa, tijorat qilmasa, yoki bir maktab o'qituvchilik qiladigan odam maktabga berib o'qituvchiligini qilmasa, yoki bo'lmasa zavodlarda mahsulot yasab ishlab chiqaradigan odamlar, ishchilar qisib olsa kasal tufaylidan bu bir narsa tariydi degan gap. Unda bo'lgandan keyin shirkatlarning bu, ya'ni ishchilarning qisib bo'lishi tufaylidan, xizmatchilarning qisib bo'lishi tufaylidan bu shirkatlarning foydasiga, kirimiga va anadan qasd foydasiga ta'sir ko'rsatgan bo'lganlikdan odamlar, ya'ni pul muomala bozoridagi mablag' sohiqchilar nima deb o'ylaydi desa, ma kasalning dastidan man payini olgan shirkatlarningki tafovati patiqinda yaxshi bo'lmay qoladi.
Şunda qoğanlıqda mən ən yaxşısı bunun paycıqı töbəlində bunu setib etişim kerak deb, manda oylab setib qaldım bu. Anadan sırt yana bu ikinci bir amil, bu yer şari xarakterlik sağlamlıq krizisinin təsiri və bütün dünyaların təsiri, iqtisadi təsir göstərdi. Həm bu dünyaların təminləş zəncirində mi üzüşlükni payda qıldı, dövlətlər oturusundakı xalqara savdoga mı təsir qıldı bu. Yəni yasaş, toşuş, təqsimləş, yəni setib çıxırış, istimal qatarlıq işləp çıxırışның iqtisadının həmmə tərəflərə təsir qıldı. Bunda bolğandan keyin bu nim boldu desə, bir adam, bir tembel adamni zukam soxdu, anadan keyin yo'tal soxdu, anadan keyin yana bir jarohat soxdu deganga o'xshash, ojizlashtirayotganga o'xshash, dunyoning iqtisodini ojizlashtirib mangan. Ojizlashtirgan bu ishlar. Mana endi Amerikaningki ahvoliga kelsak, Amerikaning emas, ba'zi sanoatlashgan davlatlarda masala bor. Ya'ni pul paxalligi, kengayim pul siyosatini yo'l qo'yish tufaylidan pul paxalligi kelib chiqqan. Amerikaning iqtisodi 40 yildan buyon eng chong pul paxalligi ko'rildi. Bu xalqda norozilikni qo'zg'adi. Nimishqa? Albatta qo'zg'ish kerak. Ba'zi odamlar bo'lapmi, shu pulini omonat qo'yib, bankga omonat qo'yib, kichikgina 1%, 20% o'sim bilan saqlab kelayotgan odamlar nurg'un ziyon tortadi. Chunki pul paxalligininki haddidan ziyod ishi o'sim nisbatini ishib ketgan vaqtda bu xalqlarningki jiqqan pullarining boyligininki setilish kuchi qolmay qoladi degan gap. Ya'ni pul paxalligining bo'lishi xalqlarda bir xil tujubilab yoki omonat qo'yib, kallasini ishlatib pul topgan odamlarda nimani keltirib chiqardi desa, bir xil tashvishni paydo qiladi. Mening pulim shundoq bir baylig'im shundoq oqmas narsa bo'lib ketamdiki. Bularmi qog'oz pul tutganlar. Muqim mulkni tutganlar, uning yo'li boshqa. Mush pul paxalligi yuz bergan vaqtda oltinninki bahos o'rlaydi. Kishilar buni pishqash, muqimmash deb oltinga jo'raydi. Ya'ni dunyoda shu dunyo urushi bo'ladigan ish bo'lsa, urush bo'lib qolgan ish bo'lsa, cho'ng davlatlarda muqimsizlik, siyosiy ijtimoiy muqimsizlik bo'lgan vaqtda, yoki pul paxalligi bo'lgan vaqtda kishilar oltin, kumushdan iborat qimmatli metallarga jo'raydi. Chunki u dunyoviy pul, ya'ni to'g'mi pul ular. O qandaq bo'lishidan qat'iy nazar keyin dunyoning qayeriga borsa, uni shu yana pulga almashtiradi. Lekin davlatlarningki, ba'zi davlatlarningki besib chiqargan qog'oz puli cho'dsa, boshqa yerga borsa o'tmaydi. Shunga mushundaq bir pul paxalligi ishib ketgan, anadan keyin mushundaq urush vahimasi yoki dunyoda mushundaq dunyo vaziyati egizmaslik bo'lgan vaqtda kishilar oltinga boshqa narsaga yuguraydi. Mana hala bugun shu tunigan bugunning ichida Amerikaning Markaziy bankasi Fed deb qo'ydi, FOMC deydigan bir komitet bor bularning, Federal Open Market Committee deydigan 12 kishidan tarkib topgan. Bu Amerikaning pul siyosatini belgilaydigan. Ya'ni o'sim nisbatini yoki bo'lmasa savdo sanoat mablag'chilik banklarininki Markaziy bankka qo'ygan omonat pulininki nisbatini belgilaydigan bir huquqli organ. Bular tunigandan buyon biz o'simni o'stirishimiz mumkin deydigan azroq shapini chiqargandan buyon oltinning bahosida tövəllash oldu. Nimishqa? Dollar kuchaygan vaqtda oltinninki bahosi tövəllaydi. Ya'ni o'sim nisbatini oshirdi, ma'lum pulning o'sim nisbatini oshirdi degan gap shu pul kuchiga qarab mangdi degan gap. Chunki u pul obrotda qis bo'ladigan gap. Nima qis bo'lsa shuning qimmati bo'ladigan gap. Bu aqalli sabab. Shuning uchun tönögündən bu yanmış gaplar chiqqandan keyin bu yilning o'zida 2022-yili FOMC o'sim nisbatini 4 qitim o'stiradigan turdi degan gap chiqqandan keyin ma gap uchun haqlar, mablag' zag'chilar bunga reaksiya, ya'ni bunga pozitsiya bildirib, inkas bildirib, nima desa, oltinlarni setib bergan gap. Chunki o'sim nisbati oshgan vaqtda pulning qimmati oshgan vaqtda kishilar oltindan, qimmatli metaldan naqd pulga chiqib oladi. Chunki naqd pulning akilgan foydasi bo'ladi. Oltin faqatla bir xil bexatarlik, boylikning bexatar shaklida saqlanishiga kafolat qilgan bilan, ammo uningki u odatda o'sim ekanmaydi yoki muayyan bir foyda ekanmaydi. Favqulodda sharoit ostida uning bahosi o'rlab ketib oltin tutib turganlar shu vaqtga, shu ma'lum mazgildagi bahoda shu oltinni sotmasa, odatda bu mana aytgan vaqtda toshdan hech nima chiqmaydi, shundoqqa, ammo kaladan, seg'in kaladan sut chiqadi degan gap. Pulni biz seg'in kalaga o'xshatsak, oltinni paqrab turgan qimmatli metal deb o'xshatsak, ma'lum u shu toshning, ya'ni oltinning tosh desak,
Buningki qiymatning qanday bo'lishi shu vaqtdagi kishilarning qarashiga bog'liq, shu vaqtdagi vaziyatga bog'liq. Ammo hozirning o'zida kishilar iqtisodiy faoliyatlar degan to'xtamay o'zgarib turibdi. Har kuni bizning atdigandan tortib, o'yg'ongandan tortib uxlag'uchi bo'lgan ahvol ostida bizningki xususiy harakatlarimiz bor. Uning bir qismi iqtisodiy faoliyatlar. Xizmat qilamiz, buning o'zi iqtisodiy faoliyatlar. Iste'mol qilamiz, buning o'zi iqtisodiy faoliyatlar. Ya'ni pay chekki to'g'risida, pul muomala bozori to'g'risida bosh qatiramiz. Bu ma o'zimizningki boyliqlarni oshirish, ziyonlarni azaytish uchun xizmat qiladi degan gap. Ya'ni bizningki ijtimoiy hayotimiz iqtisodiy hayotimizdan bilan chambarchas bog'lanib ketgan, ya'ni yog' bilan go'shtdek. Shunga bu yerda bugun nimishqi pul muomala bozori to'g'risida so'zlayman deganda, kishilar o'tganda men mush to'g'risida so'zlayman degan, ham pay cheki olgan qarindoshlarning ko'nglida bir xil biroz ansirash bor. Ammo 2000-yil kirgandan bu yanqi ta hozirga qadar mush ahvolda 11-ci qitim, ya'ni yaqin tungunki ahvolni ko'rsatgan vaqtda 11-ci qitim Amerikaning pay cheki bozorida yoki pul muomala bozorida, hozir pay chekini ko'rsataylik, pay cheki bozorida 11 qitim eng cho'ng chekinish bo'lgan gap. Birinchisi 2000-yil. 2000-yil Amerikada pay chekida ama shu eng cho'ng ko'rsatkichlar, necha ming ko'rsatkichlar Amerikaning dunyoning pay cheki bozorida, jumladan Amerikaning pay cheki bozorida, ammo asosli uchi mana SP 500, ya'ni Amerikaning pay cheki bozoridagi ta'sir doirasi keng, umum bozor qiymati cho'ng 500 dan ortiq shirkatning payidan tarkib topgan ko'rsatkich. İkincisi Dow Jones Industrial Average, ya'ni Dow Jones deb ataydi buni. Dow Jones'ninki sanoat o'tirish qiymati deb. Bu Amerikadagi ta'siri cho'ng, ham iqtisodiy kuchli bo'lgan 30 dan iborat shirkatlar. Bu asosan texnik shirkatlar, ya'ni blue chip texnik shirkatlarninki pay chekidan tarkib topgan. O SP 500 ko'rsatkichni tashkil qiluvchi 500 shirkatninki Amerikaning umumiy pay bozorida egallaydigan qiymati 80% bo'lsa, 80% atrofida bo'lsa, mavu Nasdaq, mavu nimaninki hozirgi Dow Jones Industrial'ning 30 shirkatninki egallaydigani Amerika pay cheki bozoridagi umumiy kapital bozorininki 25% ni egallaydi. Ya'ni bu shu 30 shirkatning umumiy pay bozoridagi qiymati butun Amerika pay cheki bozorining 25% ni egallaydi. Unda ko'pchilik qarab, "Av 80% egalsa, ma 25% egalsa bu 105% bo'lib ketmadi bu." Bu qanday gap? Bu bir narsa mukammal bo'lgancha 100% bo'ldi deyish mumkin. Bu yerda kasmi to'planma, ya'ni bu yerdagi nima desa, shu 30 shirkat, Av 500 shirkatning ichidagi nurg'un shirkatlar, shu 30 shirkatning ichidagi bu shirkat 500 shirkatning ichida demakchi. Ondan sırt yana, bu asosan texnik shirkatlar. Ondan sırt yana Nasdaq birikme ko'rsatkichi bor. Nasdaq birikme ko'rsatkichi asosan texnik shirkatlardan sırt yana tashqi dunyoning, ya'ni shirkatning bosh o'rni boshqa yerda, masalan Yaponda, Germaniyada, ammo ularning pay cheklari mana nimada? New York pay chek bozorida bozor qilingan. Mana bu shunday shirkatlardan tarkib topgan, ham yana har qaysi sohalardan qatnash, transport, sayya, ma'rif, pul muomala qatorliq sohalardan tarkib topgan shirkatlarning, texnik shirkatlarning emas, bu shirkatlarning pay cheklardan tarkib topgan ashular, bir xil ko'rsatkichlardan yig'ilgan ko'rsatkich. Mana bu shu xil ko'rsatkichning hammasida umumiylik o'rtacha hisobdan 10% chekinish bo'ldi. Bu 10% chekinishni kishilar, ya'ni pul muomala bozorini kuzatgan analistlar nima deyotdi desa, bozorning o'zini to'g'rilishi deydi. Correction. Ya'ni bu deganlik nima desa, agar siz tiz jugasangiz, bak jugurib ketsangiz nima bo'ladi? Siz yuribingiz tiz soqida, talaysiz, horisiz. Shunaqa, agar jugura olsangiz, balkim haddidan ziyod jugurib ketsangiz, yig'ilib qolgan ish chiqadi. Shuning uchun qanday qilgan gap, o'zingizni to'xtatasiz, harakatingizni moslashtirasiz, tanishasiz. Aram olsiz yoki qadimingizni astiltib, anadan keyin takshlikka tushirib olsiz. Shuningga o'xshash bu bozorning o'zining to'g'rilishi degan mushu. Bozor baq qizib ketgan vaqtda bir qism odamlar nima deb o'ylaydi desa, baq qizib ketadi, bu chap-chap bozor olib ketadi, bu tiz vaqtning o'zida kutilgan sabablar tufaylidan bu kasal bozorga aylanib qolishi mumkin. Men mush vaqtning o'zida setilib chiqitay deydi. Bu pay cheki bozordagi ahvollarni kuzatuvchilarning deyishicha, odamlar bir narsa ish qarab magancha nurg'un odam buni oladi deydi. O'y-o'yga ketadi degan gap. Bir narsa tushishga qarab izlangan vaqtda nurg'un odam aldirab tinab sotadi deydi. Shunga Warren Buffettning bir gapi bor. Pay cheki bozori savrsizlarning pulini savrliklarning oldigan puli deydi. Men buni o'zim nimaga o'xshatdim desa,
buni paycheki bozorga tutgan bo'lsa, nikoh oilaga tutgan bo'lsaga o'xshatsa bo'ldi ekan. Nemishqa? Oilaviy munosabatda ara-ayol o'rtasida ba'zida ma'lum masalaga tutgan ko'z qarashdan bola tarbiyalash bo'lsin, boshqa masala tufaylidan ancha-muncha surkilish, ancha-muncha fikr ixtiloflar bo'lib qolgan gap. Buninglik bilanlar aloqa cho'nglarimiz nima degan? Pitning achchig'ida ko'ynakni o'tqa sog'ilmaydi deydi. Shuningga o'xshash, u xil ko'z qarashning kichik o'xshamasligi u buning bilan ziddalashning hojati yo'q. Chunki siz u balalarning onasi yoki dadasi. Bu yerda balalarning baxtini o'ylash ota-ona uchun aytib muhim. Agar pitning achchig'ida ko'ynakni ishdan soldigan ish bo'lsa, balalar yetim qoladi. Bu shaxsiyatchilikdan derak beradigan gap. Bu shaxsiyatchilikdan derak beradigan. Navoda ikki tarafning birisi naqadar nachar bo'lmasa, ya'ni sabrchan bo'lmasa, ishtiqlam kelib, ishtiqlam ketsa, bir-biriga shunday aloqa besim qilib qo'ysa, yoki bo'lmasa bir-birini tushunmasa, qo'llamasa, shunday ishlar bo'ladi. Ya'ni sabrchan bilan masalani hal qilmasa, tamkinlik bilan masalani hal qilmasa, ish yomonlashib ketadi demak. Shuna o'xshash paycheki bozordami, paychekini sal yuqroq olib qilib tushib ketgan vaqtda o'chib ketgan bo'ldi, setib men ziyon tortdim, apla deb unutilib, bunutilib o'zini qaqab o'tgan bilan ish bitmaydi. Shunga saqlash, biroz saqlash kerak. Ya'ni tamkin bo'lish kerak, aldirab setib etmaslik kerak. Ma'lum paychekini siz $100 olgan bo'lsangiz, $80 ga setib etgan bo'lsa, qog'oz yuzida siz $120 ziyon tortdingiz. Lekin uni azroq saqlab tursangiz, u $100, $120, $130 ga chiqib qoldi g'ashuldi. Faqat qanchalik saqlaysiz gapmishadi. Bu iqtisodning umumiy ahvoliga bog'liq. Iqtisodning ahvoliga, shu shirkatning ahvoliga ham yana mablag' soqchilarningki pul muomala bozoriga tutgan pozitsiyasiga bog'liq. Shunga pul muomala bozoridami, xuddi ara-ayolning o'tirsidagi kichikgina surkishlarni bana qilib bir-biriga aylanib ketmay, bir-birini qo'llab, tushunib tursa, oxirida bir baxtli, baxtiyor oilani barpo qilib, bolalarni yaxshi cho'ng qilganga o'xshash, pul muomala bozoridami, paycheki bozoridami, shunday pul muomala bozoridami, ana shunday egizbasib tushib olgan vaqtda ayrim yakki payni olib qolsa ish chataq. Masalan, nima desa, yakki payning ma'lum bir shirkatdan payni olib qolsa, shirkat vayron bo'lib ketib qolsa, amadan qo'rqadigan gap. Bu 2014-yili Rossiya Ukrainaga hujum qilib qo'ygan vaqtda bu menga bo'ldi bu ish. Men ikki Amerikaning energiya shirkat quduqininki, neft quduqininki energiya shirkatining payini elab bu shirkatlar vayron bo'lib ketganlikdan ziyon tortib ketdi. Albatta payda bayat, jam bayada qazava, payda bayada ziyon bor. Shuning bilan odam degan shunday yiqilib, qopib, burni qanab, asta cho'ng bo'lgan gap, ugungan gap, yigit bo'lgan gap. Shunga Mao paycheki bozorda yaqinda men savollar kelib ketdi. Voy bu nim bo'ladi bek qo'rqinchli deb. Savrchan bo'layli, bulapmi mutual fund, index fund, ko'rsatkich fondlarini ag'allar, uninga ansirmanglar. Index fondda ag'allar, bular bek ansirab ketmanglar. Anadan keyin har xil faraz qiyoslava, ya'ni yuzlanish, iqtisodning umumiy yuzlanishi. Ya'ni yeşil energiyaga yuzlanyotdi kishilar. Shunga bular halaqa quyosh energiyasidan foydalanib, batareya ishlab chiqaradigan, lithium obo deydigan bunday shirkatlarningki paylari o'sadi degan qarashlardan ilayotganlarmi bor. Anandan keyin kishilar, masalan, oranglarda, to'panlarda odamlar o'zaro paycheki bozorida iqtisod to'g'risida paranglashgan vaqtda meningcha yaxshi niyat bilan fikr qiladi. Yana men ko'rganni, men bilganni kishilarmi bilsin, ma kuni yaxshi bo'lsin, meni bo'lib qolsin deb. Masalan, men shu maqsad, shu niyat bilan so'zlayman. Nima deganda, kishilarimiz tushunsin buni, tushunganlarga aytib bersin. Ya'ni tushunmaganlarga degan vaqtda, qiziqmaganlar degan vaqtda qiziqish mumkin. Chunki bizningki iqtisodiy, bizning moddiy hayotimizning yaxshilanishi iqtisodni tushunish, bozorni tushunish bilan bo'ladigan gap. Biz uni tushunmay qarg'ulash ish qilsak, basan yeymi, o'san o'lima degan bilan ishimizni yaxshilanish bo'lmaydi. Shunga men shu kanalni ochgan vaqtda tunji qitim deganda, namratlikning o'zini bir dushman zulmga o'xshash. Namrat odamning erkinligi texmi bo'g'ildi. Shunga bu paychek to'g'risida har xil qiyoslarni, farazlarni qildigan qarindoshlar yaxshi niyat bilan deydi sizlarga, anglab, tushunib qarorni o'zingizlar bersizlar. Qattiq chopil ekan, baytal ekan, chavandoz ekan, ana men san chavandoz bo'lsa, u bu deb baho bergani bilan odamlar, o otni mindigan odam siz, uning ustiga chiqib egani yaxshi taqimsangiz serilib chiqib qolishingiz mumkin.
Andan keyin yiqilib qolishingiz mumkin. Şuna şu atqı menigidek jasaratınız barmı, quvvatingiz barmı, texnikangiz barmı, bu özünüzge bağlıq iş. Axırkı hesapda qararını siz bersiz. Şuna payçıqı pul ma'amala bazarındaki ma işlaqı nisbatan aytgan vaqtda abay dedim ki 11-ci qitim tövəlişi deb 2000-ci yılı tech bubble deydi, internet bubble deydi. Nurg'un şirkatlar qurilib ketib, shu tor texnikasiga tayinlib boyaymiz deb 2000 bilan 2001 yil Amerikaning iqtisodida bir kriz ulab ketgan. Paychik bozorda 40% dak shunaqa yo'qolib ketgan. Shu joqda esimda bor. Enron deydigan bir energiya shirkati vayron bo'lib ketgan. Andan keyin 2007 yil 2008 yil pul ma'amala krizi yuzladi. Bu joqdan paychik bozorda 30-40% pul shunaqa yo'qolib ketgan. Andan keyin 2020 yil 3-oyda vabo chiqqan vaqtda bu joqda 30-40% tövəllab ketgan. Mana hala hazır yaqinki tunigun bugunning ichida bu xil umumiy tövəlləş, bak ko'rsatkichlarning o'tirish tövəlləşi 10% atrofida. Demak, bu xil tövəlləş 2000 yildan bu yoqimiz 22 yil ichida 11 qitim bo'lib ketgan. 11 qitimning 3-ida bu kasab bozoriga aylanib ketibdi ekan, bu xil tövəlləş. Ammo 8 qitimda bu bas-bas bozoriga aylanibdi ekan. Menimcha bu yana bas-bas bozoriga aylandi. Bas-bas bozoriga aylanishning sabablari birinchidan Amerika'nın bunu bir pul bakalığından başka iki iqtisadi ko'rsatkichi yaxshi. Birinchisi ishsizlik nisbati tuvan. Ya'ni tabiiy ishsizlik nisbatiga odatda 3% atrofida, 3% bilan 4% atrofida yiqilishdi. Ya'ni nurg'un odamlar ishga o'rinlashda xizmat va demakchi. Bularning kirimi, bular azroq bu nimaninki keyingi chekinishi bilan, vaboning azayishi bilan bular pul xajlaydi. İkincisi, Amerika'nın iqtisadi dünyanın başqa buyum sanoatlaşgan davlatlarning iqtisadi qargan vaqtda Amerika'nın iqtisadining ishi yaxshi. 4% atrofida bo'ladi, bu yil 4-5% atrofida bo'ladi deyapti. Ya'ni shu o'simni oshirgan taqdirdami, yana 4-5% atrofida bo'ldi deydi. Bir yilda 22 trillion 22-23 trillionlik milliy daromad yaratgan davlatning iqtisodi 4% oshdi degan gap, u bir necha davlatningki bir yillik tafovutni ishning o'zila bir necha davlatningki masalan Italiyaga o'xshash davlatningki Irlandiyaga o'xshash bir necha davlatlarning umumiy tafovutiga teng degan gap. Bu kichik gap emas. Mana shu nuqtadan olgan vaqtda andan keyin yoz kelyapti, yozdan bahor keldi, bahordan keyin yoz keladi. Qatnash transport ishlarimi rivojlanishdi. Demak, iqtisod bir gullanish vaziyatiga yana qadam qo'ydi. Shunga paychekininki yaxshilanishi 3-oylardan boshlab paycheki ko'tarildi. Shunga bu to'g'risida sal ishlar umidvor bo'lsak degan qarashdaman. Ayrim pay olgan bo'lsangiz, ayrim payning o'ziga qarab gap qiling. Ammo ko'rsatkich pay olgan bo'lsangiz, indeksdan SP 500 ubun olgan bo'lsangiz, oldirmang demoqchi. Xo'sh. Endi xalqaro vaziyatga kelsak, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi munosabat va Amerika boshchilik g'arb davlatlarining NATO Shimoliy okean ahdi tashkilotininki bularga aralashishi, ya'ni Ukrainani qo'llashi dunyoning siyosiy vaziyatida geopolitics deb qo'ydi. Rayon jug'rafiyalik va siyosiy vaziyatida bir xil surkishni paydo qiladi. Ya'ni ikki davlat o'rtasida urush, ya'ni Rossiya va uning ittifoqdoshlari bilan g'arb, ya'ni Amerika va boshqa g'arb ellari NATO bular o'rtasida urush bo'lib qolamdi deb. Rossiya 100 mingdan ortiq askarni Ukrainaningki nimasiga akab bo'ldi, chegarasiga akab bo'ldi. 2014-yil bular Qrim yaga hujum qilib, ya'ni ilvagan o'chaqda Obama boshliq qilgan. Bu qitim Trumpning vaqtida unda teraq qilinmagan, ammo Obama Baydenning vaqtida bu askarni ayagiga yo'tkadi. Meningcha bu iqtisodda game theory deydigan bir tushuncha bor, ya'ni raqobat nazariyasi. İki köç var. Bu iki köç bir-biriga xiris qildi. Sen de megaman aniq qilsang, ma'ni qilman deydi. Ammo har birisi o'zi bir qadamni olsa, bu qadamining o'ziga qiladigan foydasidan ziyni o'ylashidi. Ma tarafmi shu, bu tarafmi shu. Demak, bularning vaziyati turkish vaziyati. Putinning mangulik prezident bo'lsa, mangulik huquq o'rtog'isiga o'xshaydi. Buning uchun bu o'ziga bir kozir tepish kerak. Ya'ni shuni haqliq ko'rsatadigan, xalqqa, dunyoga haqliq ko'rsatadigan bir ish qilish kerak. O hozir qo'pab, mana NATO kengaymoqchi bo'lardi, bizga tahdid. Shuning uchun o'zimizni qo'g'dash uchun biz oldin harakat o'tmasak bo'lmaydi deb askar to'playotdi. Lekin
Amerika boshliq davlatlarni desa, u Rossiya odatdagi davlat emas. Yadro quroli va harbiy iqtisodiy ancholar bo'lmagan iqtisod keyin qilganlar, buning harbiy sanoati taraqqiy qilgan. Yer sharida necha qatam ko'paykim qo'yilishga yetadi, masalan, shunday niyatni buzsa. Amerikacha desa, Amerika mana mushundan ehtiyot qiladi. Shunga onun bilan cho'ng doiralik to'qnashishni, bu to'qnashishning dunyoviy ko'lamli, dunyo urushiga aylanib ketishining oldini olishni o'ylaydi. Agar undan qilib qolsa, bizning pay cheki, pul muomala bozori to'g'risida so'zlashimizning hech qanday ahamiyati yo'q. Lekin chu desa, bu ishlar unda bo'lib ketmaydi deb o'ylayman men. Chunki Putin agar men hujum qilib qolsam, qanday foyda olaman, qanday ziyon olaman deb o'ylaydi. Urush bo'lgan vaqtda, bu xil urushlar bo'lgan vaqtda nurg'un odam o'ladi, yosh bola o'ladi, nurg'un hayotlik, muhit, hamma narsa ta'sirga uchraydi. Dushmanlik, o'chmanlik ko'paydi odamlarda. Dunyoga nisbatan bir xil huzursizlik texmi ig'irlaydi. Bular shu COVID-19 dunyoni xonavayron qilayotgan mushuna chaqda, mushunda bir ishning bo'lishi Rossiyaga nisbatan uncholar yaxshilab ketmaydi. Uning ustiga Biden hukumati ularga aniq dedi. Agar sen, ya'ni o'ziningki Ukrainadagi o'ziningki diplomat xodim birini chekinib chiqishga bir nechta davlat buyurdi-ku. Bu qarmoqqa urush portlab qolgandek bir ta'sirini beryapti. Menimcha foyda ziyonni o'lchagan vaqtda har ikki taraf so'qashmaydi, xirs qildi demoqchi. Putinning yetmoqchi bo'lgan bir necha maqsadi va menimcha u nima deydi desa, men mana g'arbga taraf atalaydigan, Amerikaga mush ko'rsatiladigan, mushimni ko'rdingmi deyalaydigan men birdan-bir demoqchi, xalqning qo'llashiga erishmoqchi. Ham shuni bilan birlikda ma'lum bir men urushmay, lekin mening madiginim ko'n deb suli yoki suhbat qilmoqchi. Shunga raqobat nazariyasida ashundaq ikki taraf tahdid qiladi. Ammo tahdidni harakatga aylantirib qolsa, har biriningki erishadigan foydasi tortadigan ziyon bo'ladi. Foyda ziyonni selishtirdi bo'ladi. Chunki bu harakat qilgandan keyin boshqalar buning inkos qaytaradi-da. Shunga shu nuqtadan aytgan vaqtda ikki davlat o'rtasida yoki Rossiya bilan NATOning o'rtasidagi NATO ya Amerikaning ittifoqdoshlari o'rtasida urush bo'lishining ehtimolligi yo'q emas. Intayin to'ban. Agar shunday qilsa, pul muomala bozorida umumyuzlik bir tuvalash bo'lib ketadi. Hozirning o'zidagi shu pul muomala bozoridagi shu sovushqimi ta'sir qilayotgan omil mushu, lekin bu asosiy omil emas. Bu asosiy omil ya'ni kasal, pul paxalligi degandek shunday omillar. Ya'ni bir narsaga bir odamni og'rib qoldi desak, og'rib qolganga ta'sir ko'rsatgan nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, soğuk quvvat yoki virus quvvat yoki bakteriya quvvat yoki bo'lmasa quvvatsiz yoki bo'lmasa chiniqmay tinajiz degan o'sha. Shularning ichida asosli o'rinda turadigan bo'ldi, asosli o'rinda turmaydiganlar bo'ldi. Bu qitimqi pul muomala bozoridagi bu sovush ta'sir ko'rsatgan asosli omil shu pul paxalligining ishi va kasalning. Ana Ukraina masalasi bu ikkilamchi o'rinda turadigan sabablar. Xo'sh, endi gapni men shifrliq pulga boshlay. Shifrliq pul 2008 yılının ahırda barlıq gəlgən. Yani Bitcoin'in barlıq kelişi bilen insaniyetin tuncusu adam atı deyimiz var. Şuna oxşaş Bitcoin mi? Bu şifrliq pul dünyasındaki tuncusu. Şifrliq pul barlıq gəlgəndən keyin hala bugün kunga gəlgən vaxtda 14 yılının içində bu cryptocurrency'nin ki şifrliq pulunun ki umumu sani 17 mingdan eşib ketdi. 17 mingdan eşib ketdi. Nimişqa? Kişiler toxtumay onu da bunu da anı mandaqlımız, bunu mandaqlımız. Bunun artıqçılığı ve alaylılığı, bunun yetersizlikleri var. Bu elə mən yazatqan kitabda sözləndi. Şuna bu yerdə toxtalmayman. Amma bu şu şifrliq pul bunun kin sıfırlıq pul ve şifrliq pul deyilən iki nəsi var. Sıfırlıq pul digital currency deyimiz. Bunu dövlətlərin mərkəzi bankları taqdim, məsələn Xitay taqatdı bunu. Şifrliq pul degen mavi mərkəzlik. Şifrliq pul degen çödsə şifrliq pul onaq emas. Bunun ən çox alaylığı decentralized, yəni tarqaq. Yani bu tarqaq. Devletlerninki muhim funksiyasi nima? Devletlerning yoki huquqlarining birisi nima desa, pul besish huquqining bo'lishi. Bu aytib cho'ng huquq. Cho'ng zo'r, yuksak huquq bu. Endi bu yerda bu shifrliq pullarninki ko'payib ketishi, shifrliq pullarninki paydo bo'lishi bu har qaysi davlatlarning hokimiyat qatlamidagi odamlarni o'yga solayotgan gap. Buni to'sish kerakmi? Agar bu yeni texnik bo'lsa, bu bak taraqqiyot qilsa, biz buni to'sab qo'ysak, keyin qolamizmi?
Boshqalarning keyini qolamizmi? Masalan, Xitoy deydi, Amerikaning keyini qolamizmi deydi. Xitoy chekilganda qilgan bilan, to'sqanda qilgan bilan, lekin u yana bir yerlardan qilyotdi degan gap bu ishlarni. Ya'ni shipirliq pulning tadqiq qilish, buning mablag' silish, buning diqqat qilyotdi degan gap. Amerika shu. Ammo shu unutib qo'yishdan burun deb qo'yganim, shipirliq pulga mablag' tag'anlar 2021-yilda birinchi kunda 12-kundan 31-kunigacha. Shipirliq pul bozoriga mablag' tag'anlar cho'qim bu yil hozir Beyjinglarning 4-ayning 15-kundan burun baj topshirishlar. Cho'qim shipirliq puldagi umumiy ahvolinglarni, kirim chiqim ahvolinglarni baj topshirgan vaqtda ma'lum qilishinglar kerak, shumi qarindoshlar. Agar uni unda qilmaydigan bo'lsanglar, IRS, ya'ni baj idorasi tekshirib qolsa, ig'ir jarimani ilishdan sirt, hatto turmaga yattiga ishim chiqib qoldi. Men bizning shunday bir xabarni ko'rdim. Buni nihoyatda diqqat qilish kerak. Cho'qim masalan, bultur Dogecoin ilib paydo olganlar yoki boshqa shipirliq pulni ilib paydo olganlar, cho'qim samimiylik bilan ashi narsalarni topshirishinglar kerak. Chunki baj to'lsanglar mayli. Nimishqa adam ochiq yorug'lik bilan, ochiq ko'ngillik bilan, rostchilik bilan yashasa rahatroq yashaydi. An yo'shus bilmaydi degan bilan biladi. Buni sizning qanchalik shu masalan Coinbase'ni olgan bo'lsangiz, Robinhood'dan olgan bo'lsangiz, bu narsalarni bular yo'llab berdi baj idorasiga. Shunlashqa mana bu shipirliq pul haqida so'zlab o'tib, gapim yetib ketmasligi uchun sizlarga deb qo'ydim. Cho'qim bu yil shipirliq pul saqan mablag'inglarning kirim chiqim ahvolini cho'qim ma'lum qilinglar qarindoshlar, chunki keyin bashariqdan xoli bo'lishinglar uchun buni deb qo'yatim. Xo'sh, endi shipirliq pul bozori Bitcoin bir chaqda bultuğu deyman 69 mingga yetgan bir dona Bitcoin hozir tushib ketdi 33 mingga 50% ortiq qiymatini yo'qotib qo'ydi. Hozir qarsam 36-37 ming chiqibdi. Shuningga o'xshash Ethereum deganmi shu. Ammo Bitcoinlarning nima? Shipirliq pullarning umum soni 17 mingdan ishib ketdi. Bu o'ylaysizlar, bu shipirliq pullarni ijod qilish shunda o'ng'aymi, haqli nemish qoladi deb. Onun shu shipirliq pulni ijod qilgan odamlarning muayyan haqliq ko'rsatgan bir taraflar bor. Shuni haqli tushungan vaqt oladi. Masalan, ba'zilar o'ylashi mumkin, ba'zilar bu Qaysar ma'lumlarmi, Qaysar Hojikam bilan ikkisi Baybolda bir shirkat qurgan deb, bular Baybol shipirliq puli deb bir shipirliq puldan birini qis bo'lmadi, biz mablag' solamiz deb. Buni hech qanday bo'lmaydigan yer yo'q. Agar bizni texnik jihatdan pul ma'mul sistemasiga uyg'unlashtirib, texnik jihatdan masalan muhim shu kompyuterda kalsi ishlaydigan qarindoshlar bo'lsa, haq qila olganni biz qila olamiz. Qilib baqsaq bo'ladi. Baybol shipirliq bo'ladi. Nima ish qilamiz bu shipirliq puldan? Buningga Uyg'urlar buni setib oladi, bir Baybol puli $10 deb masalan yoki 50 lira deb. Andan bu yig'iladi. Biz bu pulni tijorat qilamiz, korxona quramiz deganlarga berimiz yoki bo'lmasa bir narsa sotilganlarga, olganlarga shu Baybol shipirliq pulini to'lash orqali shularni setib olamiz. Bu qo'llash orqali bo'ldi, xaridori bo'lish orqali bo'ldi. Ya'ni xaridori bo'lish orqali o'shunda qimmat belgili bo'ldi demakchi. Ya'ni oladigan odam bo'lsa, mablag' soladigan odam bo'lsa, uni qiyil bo'ldi deymiz. Ammo buningki o'zininki qonuniy tartib bosqichlari bor. Buningga qo'lla ketadi. Ya'ni nemish qilma buni, qanday qilma buni, haq nemish qiladi deb. Haqlar o'ziga keraklik bo'lgan, o'ziga manfaat aklaydigan, o'ziga foyda tegadigan ishni qila oladi. Chunki odamlar idraklik ish qiladi. Ba'zi psixologlar Nobel mukofotiga erishgan. Onun deganki bu odamlar hamisha o'tganda bir so'zlab berdim-ku, hamisha idraklar ish qilmaydi. Shu vaqtning o'zidagi hissiyat bilan ish qildi degan anlama bor. U xato emas, lekin ko'pincha odamlar yana buni setib olib nemish qilaman deb o'ylaydiganlar. Ayni vaqtda Bitcoin chiqqan vaqtda shuning ilonlari bo'lgan chaqirmam men ishonmagan. Bu mavhum pol, kompyuterning ichidagi pol, bu qandoq deb. O'sma iqtisod o'qigan odam Mallam emas, har Harvardni iqtisod fakultetida doktorlikni olgan, Kolumbiyada iqtisod fakultetida doktorlikni olgan nurg'un odamlar ishongan, har mablag' boshqaruvchilarmi, har CEOlarmi, mablag' shirkatlarining CEOlarimi ishonmagan buning dastlabda. Aldamchilik aqmaydi deb. Oxirida nima bo'lmaydi degan ish bo'ladi degan gap. Ayni vaqt Donald Trump saylanishgan vaqtda, voy bu unda 10 so'zlab yursa kim saylaydi degan. U bo'ldi mana. Amerikaning prezidenti bo'ldi. Shunga bu nima deydi desa, ko'zga ilmagan putuq cho'maq deydigan gap, ammo shunday narsalarga ishlatildi. Shunga shipirliq pulninki, bu shipirliq pullarninki bir qismlari shalinib ketib qoladi. Bir qismlari masalan OneCoin o'xshashlar aldam chiqib qolgandek bir qismlari aldam chiqib qoladi. Ammo bir qismlari ma'vo to'rilishib ketgan, sansipirilishib ketgan dunyoda bir qismlari
yengib chiqadi degan gap. Shunga bu bir soha, bu yangi texnika, yangi uchurlarni bilish kerak. Masalan, o'tganda men metaverse to'g'risida so'zlab berdim. Ya'ni kishilarni bir real dunyodan mavhum dunyoga kirib ketadigan. Bir qism odamlar mavhum dunyoda yashashni yaxshi ko'radi ekan. Lekin men yaxshi ko'rmayman. Real dunyoda yaxshi yashashni yaxshi ko'raman. Shaxsan o'zimni bilsam, telefonlashgandan, kompyuter paranglashgandan adam bilan yuzdirani tushib, qashqarpaz kimdan o'qijam kaslar Penem deb ular bir Qashqarda shunday bir yaqinlashdan o'tirishib, nonni o'shlab qo'yib, alaqa nima saqan nonni, nima deymiz? Pul saqan non nima? Alaqa sesam. Saqan nonni o'shlab qo'yib, girdini, çayını qo'yib, chilab yeb, monishdigan bir odamlar bor. Shundaqni masalan men ashundan yaxshi ko'raman, lekin bir qism odamlar hozir bir qism odamlar emas, nurg'un odamlar yana ashundan yaxshi ko'radi ekan. Yana mavhum dunyoda aloqa qilish u bu degandek. Ammo iqtisod qaraydigan bo'lsak, bu yuzlanish, tor orqali narsatish, tor orqali munosabatlarni ta'minlash deydigan narsalar, masalan, maslahatchilik qilish deydigan narsalar yuzlanish. Bu bizning yaxshi ko'rish, ko'rmasligimiz bilan aloqa anchalik aloqasi yo'q. Nima desa, bu bir yuzlanish. Endi bu yuzlanishdan qo'rqmasligimiz uchun shu pul, shifrlik pul sohasi nima bo'ladi, bunga qarashimiz kerak demakchi. Shifrlik pul silingan mablag' bultu qanchinchi ayda xudoyim 7-chi aylarda u deyman 3 trillionga chiqqan. 3 trillionga. Ya'ni Italiyadagi bir davlatningki 1 yillik umum tafovutini haq dunyoning uyirib yuradigan haq nim qilib saqan, mablag' qilib saqan. Bu Dogecoin qizg'inligiga ko'tarilgan vaqtlarda. Hozir ala 1.5 shuning yarmi yo'qolib ketgan. Bugun qarsam azroq o'sab qolib yana kishilar ilyapti. Nima ish qoladi? Kapital pul muomala bozoridami shu? Ya'ni pul muomala bozorida paychiga bozorda paylarga kishilarning hozir yana o'sishgan bir sabab nima deganda 10% yo'q. Tushda emas bu ko'rsatkichlar bu pay tushib ketdi emas. Mushunda chaqda olsaq buy low sell high deydigan gap emasmi? Tuvan chaqda ol, yuqori chaqda sot deydigan. Yaxshi deb hozirning o'zidan boshlab ba'zi shirkatlar, mabda'chilar shirkatlari, ba'zi shaxslar tuvan chaqda elishga boshlagan bo'lishi mumkin, elishga boshlaydi demakchi. Shifrlik pulninki nimasimi shu. Shifrlik puldagi ahvolmi shu. Ashna deyishga bo'ladi. Ya'ni Shiba Inu uchib ketdi, Gala uchib ketdi, Saito uchib ketdi, Ethereum uchib ketdi. Ethereum 4 mingdan 2 ming uchib qoldi. Bitcoin uchib ketdi. Hozirroq olib qo'ymayman deb. Ethereum klassik 100 ga chiqqan, 100 dollarga chiqqan. Hozir 20 dollarga tushib qoldi. Shu mushuna chaqda haq ep qo'ydi. Nima ish qilib ep qo'ydi? Bular bu Ethereum munosabatli narsalarni olib qo'yishninki aztola foydasi bor deyman. Chunki bu Ethereumning qo'llanish doirasi bek keng ekan. Shunga pul muomala bozoridagi umum yuzlanish shu, ya'ni paychiki bozorda, ya'ni kapital bozorida, paychiki bozorda faoliyatlar qizg'in bo'lsa, ikkisini o'tirsa, positive correlation bakimda qarsam, ya'ni o'ng transportlik bog'lanish. Nimadimi? Bu shifrlik pul bozoridami ko'tarilish bo'ladi ekan. Paychiki bozorida tuvallash bo'lsa, shifrlik pul bozorida tuvallash bo'ladi ekan. Deysinlarda bo'lsin, mayli shifrlik pul bozori bo'lsin yoki paychiki bozor bo'lsin, hammasi pul muomala bozorining tarkibiy qismi. Shunga paychiki tushib ketdi. Mavo nima alaqa belki yo'qib qo'yamdiq deb o'ylaydigan qarindoshlar sal savrchan bo'ladi, sal umidvor bo'ladi. Menimcha bu qaytib keladi. Chunki Amerikaning cho'ng iqtisodiy ko'rsatkichi, ya'ni ishsiz palpaqalardan boshqa iqtisodning ishishi va ishsizlik nisbati tuvan bo'lish bu iqtisodiy ko'rsatkichlari yaxshi. Ya'ni iqtisodning asosiy gavdasi yaxshi demakchi. Faqat zukam tegib qolgandek bir ish. Bo'ladi bo'lsa, bugungi leksiya mo'shinchilik bo'lsin. Rahmat sizlarga. Beyib ketinglar.